Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu s-salisu was-sittuna. 63 ders. Mibratun qalamtarosh pakka, mibarin pakkalar, qalamtarosh pakkalar. Mihfazati nuqudin karmon, dinarun dananiru, dinarlar, dirhamun darahimu, dirhamlar. Ma'ridun ko'rgazma, ma'aridu ko'rgazmalar. Ya abati ey otajonim, arjuka sizdan umid qilaman, ya'ni iltimos. La darurata li zalika. Shuning uchun zarurat emas. Zarurati yo'q. Badalan minhu, uning o'rniga. Lastu bi hajatin ila. Biron narsaga hojatim yo'q. Mutadayiqun, siqilgan. Yakfini menga yetadi. Jumlatun gap, jumalun gaplar. Qadiyatun muammo, qadoya muammolar. Aminun ishonchli, umanau ishonchlilar. Amanatun omonat. Shadidun qattim, azimun katta buyuk degan. Mukafaatun mukofot. Mukafaatun mukofotlar. Savabun savob. Ahdara hozir qildi, yuhdiru hozir qiladi, ahdir hozir qil, ihdorun hozir qilmoq. A'lana e'lon qildi, yu'linu e'lon qiladi, a'lin e'lon qil, i'lanun e'lon qilmoq. Roja'a murojaat qildi, yuraji'u murojaat qiladi, roji' murojaat qil, muroja'atun murojaat qilmoq. Istahaqqa haqli bo'ldi, yastahiqqu haqli bo'ladi, istahiqqo haqli bo'l, istihqoqun haqli bo'lmoq. Nasiya unutdi, yansa unutadi, insa unut, nisyanun unutmoq. Faqada yo'qotdi, yafqidu yo'qotyapti, ifqid yo'qot, faqdun yo'qotmoq. Hazina xafa bo'ldi, yahzun xafa bo'ladi, wahzun xafa bo'l, huznun xafa bo'lmoq. Asura topib oldi, ya'siru topib olyapti, u'sur topib ol, usurun topib olmoq. Sarro xursand bo'ldi, yasurru xursand bo'lyapti, surro xursand bo'l, sururun xursand bo'lmoq. Sallama topshirdi, yusallimu topshiryapti, sallim topshir, taslimun topshirmoq. An-nususu matnlar. Al-waladu li walidihi qala lana muallimuna ghadan sanazuru ma'rida kitabil atfali liyuhdir kullun minkum dinaran lizalika arjuka ya abati an tu'tiyani dinaran. Bola otasiga shunday dedi: bizga muallim aytdi, ertaga bolalar kitobining ko'rgazmasini ziyorat qilamiz. Sizlarning har biringiz dinorni hozir qilsin. Ya'ni bizni O'zbekistonda maktabda masalan ertaga sirkka boramiz, pul olib kelinglar deydi-ku ustoz. Endi bu yerda bolalar kitob ko'rgazmasiga boramiz, har biringiz o'sha dinor pul olib kelsin deyapti ustoz. Lizalika arjuka ya abati. Shuning uchun men ey otajonim sizdan umid qilamanki menga dinor berishingizni, ya'ni menga pul berishingizni. Al-validu ota la darurati lizalika. Bunga zarurat yo'q. Lasna bi hajatin ila al-kutub. Biz kitoblarga hojatimiz yo'q deyapti. Al-kutubu indana kasiratun. Kitob bizda ko'p. Takfina bizga yetadi. Faqalatil ukhtu li akhiha. Opa ukasiga aytdi. Abuka mutadayiqun insa qadiyatad dinari. Otajoning siqilyapti. Sen dinor muammosini unut. Ana u'tika, men senga beraman. Walakin laysa 'indi dinarun. Lekin menda dinor yo'q. U'tika darahima min mihfazati nuqudi badalan min ad-dinari. Men dinorning o'rniga karmonimdagi dirhamlarni senga beraman. Fasurra al-waladu wa shakara ukhtahu. Bola xursand bo'ldi va opasiga rahmat aytdi. Faqattu al-mibrata allati ishtaraytuha yawm al-ahad al-madi fi al-makhzani wa kanat jamilatan fahazintu li zalika huznan shadidan. O'tgan yakshanba kuni do'kondan sotib olgan qalamtarosh pakkimni yo'qotib qo'ydim. Juda chiroyli edi. Shuning uchun qattim xafa bo'ldim. Wal yawma sami'tu iza'at al-madrasati tu'linu. Bugun e'lon qilayotgan madrasa tarqatish joyida eshitdim. Ya'ni o'zi izoata radio degani, endi o'sha maktabni e'lon qiladigan joyi nazarda tutilyapti. Man faqada shay'an falyuraji' al-izo'ata faraja'tuha fa iza mibrati fiha fasurirtu sururan aziman. Aytibdiki, kim biron narsa yo'qotib qo'ygan bo'lsa, tarqatish joyiga murojaat qilsin. So'ng men murojaat qildim. Qarasam, unda qalamtaroshim bor ekan. Men qattim, juda katta xursand bo'lib ketdim. Kayfa zalika? Qanday bu bo'ldi? Va kayfa waqa'at fiha? Qanday u yerga tushib qoldi? Asra alayha waladun aminun fasallamaha ila al-iza'ati lil-i'lani anha. Asra alayha. Bir bola, ya'ni bir ishonchli bola uni topib olibdi. So'ng uni tarqatish, ya'ni e'lon qilishlik uchun, u haqda e'lon qilishlik uchun tarqatish joyiga topshiribdi. Haza waladun aminun. Bu ishonchli bola ekan. Laqad istahaqqa as-sawaba min Allohi wal mukafa'ata min an-nasi. Darhaqiqat Alloh tomonidan savobga haqli bo'libdi, insonlar tomonidan esa mukofotga haqli bo'libdi. Na'am, al-amanatu 'indana dinun. Omonat bizning huzurimizda qarzdir. Ya'ni omonatni biz qarzdek qaraymiz. Egasi kelganda
o'z qo'liga topshiramiz. Ungacha saqlab turamiz deyilmoqchi. وعلى كل منا أن يكون أمينا. bizlarning har birimizga ishonchli bo'lishimiz shart. Kam kalimatan fi hazihi al-jumlati. Ushbu gapda qancha so'z bor deyaptilar. Vallohu a'lamu bis-savob.